Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsining eng katta mavzularidan biri qadimgi Xorazm, Qanq va Dovon davlatlari tarixi bilan tanishamiz. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan 34-mavzu qadimgi Xorazm, Qanq va Dovon davlatlari tarixi bilan tanishamiz. Ushbu 3 ta davlat diyorimizda mavjud bo'lgan qadimgi davlatlardan sanalib, qadimgi Xorazm taxminan miloddan avvalgi 4 dan milodiy 3-asrgacha, qariyb 7 asr. Qadimgi Qanq davlat miloddan avvalgi 3 dan milodiy 3 gacha, qariyb 6 asrga yaqin. Qadimgi Dovon davlati esa miloddan 3 dan milodiy 3-asrgacha, qariyb 6 asr davomida mavjud bo'lgan davlatlar sanaladi. Biz hozir sizlar bilan qadimgi Xorazm tarixi bilan batafsil tanishamiz. Miloddan avvalgi 4-asrda Xorazm Hamonlar davlatidan ajralib chiqib, mustaqil davlatga aylanadi. U Makedoniya Aleksandrga ham, Salafkiylar davlatiga ham bo'ysunmagan. Xorazm qadim tarixchilikka ega davlatlardan biri. Aynan u yerda 7-asrdan dastlabki shaharsozlik alomatlari ko'zga tashlangan. Buning yorqin namunasi Kuzaliqir shahri desak bo'ladi. Aynan ushbu shahar qadimgi hukmdorlar qarorgohi joylashgan mintaqa sanaladi, ya'ni mamlakat poytaxtlaridan biri bo'lgan. Keyinchalik esa poytaxt vazifasini milodiy 2-3-asrlarda mashhur bo'lgan Tuproqqala shahri bajargan. Undan topilgan turli xil buyumlar, haykallar, saroylar, ibodatxonalar buning yorqin dalilidir. Qadimgi Xorazm tarixida yana boshqa bir qancha tarixiy yodgorliklar mavjud. Jonbos qala, qo'y qilgan qala, aynan bular ushbu tarixning juda katta boy tarixga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu yerdan topilgan aylan shakldagi mustahkam ibodatxonalar, saroy qoldiqlari yuksak madaniyatning namunasidir. Qadimgi Xorazm aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullangan. Xorazmda bundan tashqari hunarmandchilik yuksak darajada rivojlangan. Xorazm diyori Marg'ona, Baxtira, dasht ko'chmanchilari, ya'ni biz dasht ko'chmanchilar deganda asosan mastakitlar va saklarni nazarda tutamiz. Ular bilan doimiy savdo aloqalarini olib borgan. Aynan xorazmlik hunarmandlar tomonidan yasalgan kulolchilik, temirchilik asboblari, qurollar, zargarlik buyumlariga talab juda katta bo'lgan. Aynan ushbu hududdan karvon yo'li o'tganligi Xorazm diyorining yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi. Miloddan avvalgi 1-asrda va milodning dastlabki asrlarida Xorazmda kumush va mis tangalar zarb qilingan. Aynan uning namunalari hozirgi davrimizgacha saqlanib qolingan. Xorazmda madaniyat yuksak darajada rivojlanganini ko'rsatuvchi omillardan yana biri bu yozuvdir. Tarixiy shaharlarni o'rganish chog'ida O'rta Osiyoda eng qadimgi yozuvlardan biri sanalgan Oybir qal'adan topilgan Xum sirtiga chekilgan yozuv buning yorqin namunasidir. Aynan ushbu yozuv miloddan avvalgi 5-4-asrlarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari milodiy 3-2-asrga tegishli yozuv namunalar qo'y qilgan qal'adan ham topilgan. Aynan Xorazmda milodiy 1-asrda ishlab chiqilgan mahalliy taqvim, ya'ni biz hozirgi til bilan aytganda kalendar milodiy 8-asrgacha muomalada bo'lgan. Bu Xorazmda ilm-fan ham yuksak darajada rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xorazm tarixi haqida qisqacha fikrlar shulardan iborat edi. Keyingi davlat bu Qanq davlati. Xitoy manbalarida ushbu davlat Qanquyu degan nom bilan ataladi. Taxminan yuqorida aytib o'tganimizdek, miloddan avvalgi 3-asrda saklar tomonidan asos solingan. Qadimshunoslarning aniqlashicha, Toshkent vohasida miloddan avvalgi 3-asrda paydo bo'lgan davlat Qanqa, ya'ni Qanqa shahar qal'asi saklarning o'sha kezlardagi poytaxti Qanqdez bo'lgan. Xitoy manbalarida ushbu shahar Bityan nomi bilan e'tirof etiladi. Qanq davlatining asosiy shaharlari Sirdaryo sohillari bo'ylab joylashgan. Ushbu davlat Buyuk Ipak yo'lida joylashgan. Ayrim manbalarda aytilishicha, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i aynan ushbu davlatdan o'tgan ekan. Miloddan avvalgi 2-asr oxiriga kelganda davlat qudratli davlat birlashmasiga aylangan. Mustahkam istehkomlar, ularda ibodatxonalar, savdo va hunarmandchilik mahallalarini barpo qilgan. Davlatning asosiy markazi Toshkent vohasida joylashgan. Aholining asosiy qismi ziroatchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Ushbu davlatda Buyuk Ipak yo'li o'tganligi mamlakatni rivojlantirish bilan birgalikda ko'chmanchi qabilalar bilan doimiy to'qnashuvlarga ham sabab bo'lgan. Ammo mamlakat iqtisodiy jihatdan qudratli ekan, uning harbiy qudrati ham juda kuchli edi va doimiy janglarda g'alaba qozongan. Shunday bo'lsa ham, milodiy 3-asrga kelganda Qanq davlati parchalanishga olib kelgan. Qanq davlati haqida qisqacha fikrlar shulardan iborat edi. 3-davlat Dovon davlati. Dovon davlati
Miloddan oldin 3-asrda Farg'ona vodiysida paydo bo'lgan. Harbiy qudrat jihatdan juda kuchli davlatlardan biri bo'lgan. Uning poytaxti Ershi shahri deya e'tirof etiladi. Xitoy manbalarida ham ushbu davlat Davan nomi bilan e'tirof etilgan. Davan davlati savdo yo'lida joylashgani uchun juda kuchli rivojlangan davlatlardan biri bo'lgan. Ershidan tashqari ushbu davlatda Sho'rabashar, Uchqo'rg'on singari manzilgohlari ham mavjud. Bu yerda yerga ishlov berish, shol va bug'doy yetishtirish, bog'dorchilik, uzumchilik yuksak darajada rivojlangan. Bu hatto Xitoy manbalarida ham batafsil yoritilgan. Miloddan avvalgi 2-1-asrlarda yuksak taraqqiy etgan davlatga aylangan. Davan davlati doimiy ravishda Xitoy bilan to'qnashuvlarda bo'lgan. To'qnashuvlarning birida hattoki Davan davlati yengilgan, ammo aholi tovon to'lash evaziga o'z ozodligini saqlab qolgan. Xitoyliklar asosan Davanning otlarga qiziqqan. Zotli otlarga juda qiziqqan. Hatto xitoyliklar uni samoviy otlar deya e'tirof etilgan. Ayrim manbalarda xitoyliklar shu darajada ko'pirtirganki, ushbu otlar qon bilan terlaydi deb ularga ta'rif yozishgan. Davan davlati uzoq vaqt umr ko'rgan. Taxminan 6 asr davomida mavjud bo'lgan davlatlardan biri sanalgan. Tarixchi olimlarning fikricha, Davan davlati milodiy 3-asrda barham topgan deya e'tirof etiladi. Yurtimizdagi 3 ta qadimiy davlatlar tarixi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.